Nima qilasan endi? Rasmga tushyapsanmi? Yozilgan fotolar xuddi haqiqiyga o'xshaydi. Rasmga tushganingizda mana bu cho'layotgandek turadi-da, ammo qo'rqib turishim kerak. Sen tushyapti. Qornim press bo'ladi. Yo'q, yana yaqinroq qo'lingni qil. Mana xuddi cho'q beryapti bu menga. Xullas hamma qarayda top-toza bemalol o'tirib rasm tushsa bo'ladi. Ikkita eshik topishimiz kerak. Bitta eshikni topdik, yana bitta eshikni topishimiz kerak. Ha, bu eshik yo'q, yopiq eshik. Mana oh! Marhamat. Rahmat. Ana endi bu yerda ham Masjidda kalit bormikanmi? ko'p rasmlar kalit topishimiz kerak. Kalit topmagunimizcha chiqib keta olmaymiz. Ayonda bola yo'q na samim yani bola. Kamerada bordek tuyuldi. Videoga olma. Qiziqarli rasmlar, mana shu rasmlarning ustida turib tushsak, xuddi biz birga bular bilan birgalikda ana chambarchas bog'liq bo'lgandek tuyuladi. Buni ko'z bilan kelib ko'rmasangiz, telefon orqali не такое ощущение, но здесь на его вообще классный. Ota qo'lim qilsa bo'ladi. Qog'ozdan qilingan. Agar yurganingizda xuddi uyda qimirlayotgandek tuyuladi.